Hash-pash deguncha 1 yil o'tib, navbatdagi Ramazon oyi ham kirib kelishiga sanoqli kunlar qoldi. Va Ramazon oyi bizni qalbimizni poklovchi, bizni nafsimizni jilovlovchi va bizni sabr qanotiga o'rgatuvchi juda ham chiroyli oy hisoblanadi. Va men sizga yana shuni yoniga qo'shib turib, yana bir navbatdagi narsani ruhiy poklanishni taklif qilmoqchi edim. Diniy tarafdan poklanish va ruhiy tarafdan poklanish. Ruhiy taraf qanaqa bo'ladi? Hattoki dinimizda ham araz 3 kungacha bo'ladi. Birovdan xafa bo'lma, birovni qalbini og'ritma, birov bilan janjallashma, birovni qalbini og'ritma deb o'rgatiladi. Lekin hayot bu. Hayotda har xil vaziyat bo'ladi va bunaqangi jarayonlarga har bir inson duch keladi va tabiiyki biz kimdandir xafa bo'lamiz, kimdandir umuman kechirmaymiz. Dinimiz aytgani bilan biz kechirishni xohlasak-da, mana bu yerdan chiqib ketmaydi. Mana shu joyda biz esimizga kelsa bizani qiynaveradi, kechasi uyg'onib ketamiz, mana shu gaplarni hazm qila olmayapman deysiz. Bu insonlar istagan inson qaynota, qaynona, ishxona direktor, hamkasb, qo'shni, ig'vogarlar, palonchi tuguncha istagancha sababchi topishingiz mumkin. Lekin og'riganda sizni qalbingiz og'riydi. Og'riganda siz yiqilasiz. Shuning uchun bu narsa siz bilan birga sodir bo'ladi va bu sizni tanangizga kasalliklar olib keladi. O'shaning uchun ham azizlarim, men sizga bugun juda ham chiroyli yechim tayyorlab qo'ydim. Faqatgina eshitib yo'q, men tayyorman deganlar uchun sizga chiroyli retrit tashkil qilib qo'ydim. Aynan garmoniya deb nomlanadi. Nima uchun garmoniya deb nomladim? Aytaylik, sizni hayot g'ildiragimiz, hammamizning mashinamizning g'ildiragi dumdumaloq bo'lsa, silliq yuradi. Hayotimizni g'ildiragini dumdaloq deb tasavvur qilaylik. Har biri 100% to'g'ri bo'lsa, oila siz 100% qoniqasiz, sog'liq 100%, pul, davlat, sayohat, karyera hammasi 100% qoniqsangiz, sizga demak mana bu dumaloq g'ildiragingiz dumaloq hisoblanadi. Endi agarda siz bu hayot g'ildiragida, misol uchun siz sog'liq o'zingizdan 50% qoniqasiz, oilangizda 50%, 20%, sog'liqda 30%, pulda 10% bo'lsa, g'ildiragingiz qiyshayib ketadi va siz balansni yo'qotasiz. Nima uchun aynan garmoniya deb nomladim bu retritimni? Siz mana shu qiyshiq g'ildiragingizni to'g'rilab 2026-yilda Ramazondan oldin silliq qilishingiz uchun 13-14 fevral kuni 1 sutka retrit bo'ladi Xumsonda villada. Tezda yozinglar, atigi 5 kun vaqtinglar qoldi. Tayyorlar keladi bir kun qolsa ham. Hammalarni men Gulnora Sobitova kutib qolaman, psixolog.